Biz ishlarimizni boshlab oldik. Birinchi nastelimizga bu xalat, oldi zamokli xalat. Xalat 56 ni bitta tarafi, 56 ni bitta tarafi chizdik. Keyin bu yerga 56 ni orqasini chizdik. Fasonimizni orqasida murskoy ko'ylakka o'xshaganda mana bu yerda anaqa skladka qilib yig'iladi. Skladkaga betga 5 sm dan, etagiga 3 sm dan kengligiga qo'shib oldik. Keyin kaket. Bitta kesganimizda hammasi chiqib ketadi o'shanda. 56 betga 54 orqasini chizdik. Keyin betga 54 mana bitta oldini chizdik. Bitta oldi sig'madi. Bitta oldini ikkinchi nastelimizga tizamiz qolgan razmer bilan. Keyin 52 razmeri bitta yengi sig'di. 3 ta bo'lagini jupi-jupiga to'g'rilab keyingi nastelga joylashtiramiz. Betga 52 razmeri orqasi, oldini ikkinchi nastelga qo'yamiz. Keyin bizning bu yerda polosalarimiz bor. Betga 4 ta razmeri shalvarni yonidamda kichkinagina lentacha qo'yiladi. O'shanga lenta qilib kesib beramiz. Keyin o'rtada qolgan bo'sh joylarga cho'nchaklarni joyladik. Cho'nchaklarni jupi-jupi bilan chizdik. 2,5 ta ishga cho'nchak chiqyapti bu yerda. Rasxodimiz 330 sm bo'ldi. Endi qolgan narsani chizamiz.